Yurttaşlar 4 yıl bozorundan natijaviy patolog MCD'de ajoyib yangiliklarni kutib olinglar yurttaşlar. Yangi 2026 yil kelishi munosabati bilan 2025 yilning final aksiyasi bo'ladi yurttaşlar. MCD natijaviy patologni tanlagan yurttaşlarim uchun ajoyib aksiya hali bunaqasi bo'lmoq. Odam aka boshlanishlaringiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Necha yangiliklarni boshlaninglar. Bizda davom etib turgan 2025 yil aksiyasi bor edi. Ya'ni bunda bir xona ishlatsangiz 100 ming so'm sovg'a sifatida beriladi. Avang 2 xona ishlatsa 500 ming so'm edi. 3 xona ishlatsa endi 1 million ham deymiz. Avval 1 million edi, 100 dollar qaytib beradi. 100 dollar podarkasini beramiz, to'g'rimi? Yurtdoshlar, 3 xonangizni ishlatasizlar, qo'llaringizda 100 dollar podarka bo'ladi yurtdoshlar. Milliy yangiliklar bo'lmoq. Undan tashqari lyustralarni ham o'rnatib beramiz, to'g'rimi? Qanday yangilik etdik lyustrada? Şu 2025 yıl aksiyasını yani köpçelik açıp turibdi. Mana lyustra qo'shib ber, hamma lyustra qo'shib ber. Sen ham lyustra qo'shib ber deb. Shuning uchun endi bizdan bir xona ishlatsa 40 lik lyustra, lampochkasi, ustanovkasi bilan sovg'a sifatida beriladi. Tekinga. Tekinga. 2 xona ishlatsa 50 lik lyustradan ikkisi tekinga bo'lgan, lampochkasi, ustanovkasi bilan. Ustanovkasi bilan. 3 xona ishlatsalar. 3 xona ishlatsa 75 lik katta lyustradan ikkisi qo'shib beradi. Bu ham lampochkasi, ustanovkasi bilan. Mindi yangiliklar bo'lmoq yurtdoshlar, faqatgina yurtdoshlar o'ldirib qolinglar. 2025 yilning final aksiyasi bo'ladi. Yangi yillar hammaga nasib etsin. Yangi natijaviy patologlarni, sifatli natijaviy patologlarni xonadonlarimizda o'rnatish. Xudo xolasa qachondan bo'ladi bu? 31-dekabr. 31-dekabrdan yurtdoshlar hammangizni MCD natijaviy patologda kutib qolamiz. Pastda telefon nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Bizning MCD natijaviy patologning ofisi 4 yil bozorining oldinda Beruniy ko'chada joylashgan. Mo'ljal yurtdoshlar Qo'sha darvozadan chiqqan edi yo'lning bo'yida MCD natijaviy patologda hamma yurtdoshlarni kutib qolamiz. Like-lamay, eng yaxshi ko'rgan do'stlaringizga bu videomizni tashlab qo'yinglar.